Range'da yo gelikda kelish niyatim bo'lmasdi. Suv o'sha paytda ham bo'lmagan. Sotib olardi dedi. Inson o'zini o'zi boshqara olmaydi. 60 ming dollar bittada oqib ketyapti. Kechagi kunni unutgan inson o'lgan inson hisoblanadi. O'shanda qarchi o'tirdim avtobusga. Nima o'ylayapman, nima qilish kerak? Bitta narsa kelgan miyamga. Allohga tavakkal, ya Alloh, nima bo'lsa bo'lsin xullas. Lekin men harakat qilaman. Tishimga qo'yib, men harakat qilaman. Harakat qilmasdan, "Yo'q, bermading menga. Bunaqa narsa qilmayman. Men oxirigacha kurashaman" degan. Bo'lasizmi, nima? Juda seriozli narsa bu. O'ylang, ota-ona ishonmayapti, do'stlar ishonmayapti, ishdan bo'shag'oz. Hech nima yo'q-da. 300 ming, 400 ming so'm bilan kelajak qurilyapti. Kelajak. O'ylang, ha. 700-800 dollar bilan 60 mingga chiqyapti. 60 ming dollar bittada oqib ketyapti. Qanaqa psixologiya u? Qanaqa psixologiya bilasizmi? Uni hazm men gapirib beraman. U narsa o'zingizda bo'lsa bilasizmi? Qanaqa bir o'zingizda qanaqa qaror qabul qilasiz? U qanaqa bo'ladi? U narsadan qanaqa o'tib olasiz? Mana 20 ming, 30 ming dollar umringiz ushlamagansiz-da, uni ushashingiz, uni ushab qolishingiz, u pulni ushlagandan keyin o'zingizni qanaqa tutishingiz, u pulni ushlagandan keyin ota-onangizni, tanishlaringizni, siz atrofingizdagi odamlarning sizga qilgan muomalasini unutib, ularga yana tabassum bilan qarash, unga kuch topish, vashshe seriozli narsa bo'lar ekan. O jahl chiqqanda ushab turish, nafsni tiyish, emotsiyani eng qiyin narsa hayotda insonni boshqara oladi. Bez problem. Inson o'zini o'zi boshqara olmaydi. Juda katta problema bu. Juda katta problema. Eng katta dushman ham o'zimizmiz. Hayotimizda nima bo'layotgan bo'lsa ham o'zimiz aybdormiz. Nima qilgan bo'lsak ham o'zimiz qilganmiz, o'zimiz aybdormiz, o'zimiz to'g'rilashimiz kerak. O'zimizga o'zimiz dolzarmimiz, hech kimga dolzar emas. Hamma harakatiga yarasha, mehnatiga yarasha pul topadi. Juda qiyin narsa lekin. Mana men hozir noldan boshlayotgan bolalar bor-da. Ko'raman, yozishadi, "Aka, yaxshimisiz, so'misiz? Rahmat. Agar shunaqa boshlayman, ishdan bo'shadim" deydi-yu. O'zim kelaman-da. Shu miyamga o'zim kelaman. 100% o'yeraman, ana bola, menga yozgan bola, menga murojaat qilgan bola, haqiqatan oxirigacha borsa, katta muvaffaqiyat kutib turibdi. Ishoninglar, mana hayotda biz kelajagimizni quryapmizmi? Eng katta dushman o'zimizmiz. Bizga konkurent yo'q, aslida konkurent o'zimizga o'zimizmiz. Mana biz men bu menga dushman, bu menga protiv, bu meni biznesimdagi biznesmen, men nima qilayotgan bo'lsam shuni qilyapti deymiz-ayu. U juda qarash kerak. Yo'q hech kim, tasavvur qilinglar, yo'q. Bitta quduq ichida o'zinglarsizlar. Undan o'zinglar chiqishinglar kerak, faqat bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. O'zim. Inson har doim o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lsa, yutadi shunda. Boshqa narsa yo'q. Bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Faqat shu mehnat, yiqildimi yana qilish kerak. Xatolarni soni bo'ladi-da. Misol uchun bitta sohada 100 ta xato bor. To'g'rimi? Faqat biz mana kelajagimizni qurishimiz uchun mana bitta sohani ushab, shu soha bo'yicha mana mutaxassis bo'lish uchun ishlaymiz-ayu, optimiz oshiramiz. Bu xatolar etilmaganda. Mana gap bor mana. Tong otishiga 1 soat qolganda eng qorong'i payt bo'ladi deydimi, nima deydi? Tong otishiga 1 soat qolganda eng qorong'i payt bo'ladi. O'sha qorong'i paytga to'g'ri kelib qolganda qo'lni ko'tarib qo'yish kerak emas-da. Har doim bitta qoida bo'lish kerak insonda. Misol uchun meni qoidam bitta mana. Yo erishaman, yo o'laman. Bo'ldi mana. Mana harakat qilmayman-ku. Yo erishaman. Mana. Umrim yetsa erishaman, umrim yetmasa o'laman. Buni to'xtash, buni tashab qo'yish yo'q. Tashab qo'yganim bilan ham hech narsa o'zgarmaydi baribir. Hayotim yaxshilanib qolmaydi.
yoki ko'p daromad topmayman. Tashab qo'ydim degani bo'ldi. Men atrofimdagi dushmanlarim uchun zaifligimni bildirdim degani. Bo'ldi, bu shotgacham keldi. Kuch shotgacham yetdi buni. Bo'ldi, qat'iyati yo'q buni. Ular mayli atrofdagilar ikkinchi o'rinda, men o'zimni oldimda o'zim. Men o'zim cho'ktirib qo'yaman. Bo'ldi, masjidgacham keldi Shahzod. Bo'ldi, kuchimiz yetmaydi degan narsa bo'lib qoladi. Mana shu narsadan u yog'ini ko'ra olmayman men. Bo'ldi, tugish buni. Qanets. Hech qachon inson qanaqa vaziyatda bo'lsa ham ayoli tashab ketadimi, ota-onasi bu dunyoni tark etadimi, qizumas. Har bittasi etap. Bizni har bitta yutqizishimiz, mana har bitta yutqizishimiz, minus bo'lishimiz, bankrot bo'lishimiz, nimadir yo'qotishimiz hammasi opit, kuch beraveradi. Kimdir yo'qotyapmizmi, u ham opit. Qadrli insonmidi, qizig'i yo'q. Ketdimi, ketdi. U o'sha ketishi ravo ko'rdi. Bizsiz hayot yaxshimi bo'ldi? Nima biz hayotimizni yaxshilamasligimiz kerak? Yaxshilaymiz. Bundan ham zo'r qilamiz. Ota-ona o'tdimi, avvalo o'tmasdan oldin qilish kerak. Iloji boricha. Baribir har xil holat-ku issiqjonimiz. Ota-ona o'tdimi, undan ham to'xtash kerak. Dalshi. Chunki bizdan keyin bolalarimiz bor, farzandlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. O'zi aytilingan, ota-onadan keyingi mol-mulkka faqat dushmanlar aniq qiladi deydi, ya'ni bola chaqa, ayol ikkinchi o'rinligi, iloji boricha ota-onani borligida qilib olish kerak. Ota-ona bormi? Tirikligida qilib olish kerak. Ota-ona o'tgandan keyin $1 million topsanglar ham foydasi yo'q. Baribir tushkunlikka tushib, ruhiyati cho'ktirib, sinib qolish kerak emas-da. Har doim qat'iyatli bo'lish kerak. Iloji boricha qat'iyatli bo'lmasa-ham qat'iyatli ko'rinish kerak. Chunki biz atrofimiz to'la shakal, dushman. To'g'risida. Lekin shunaqa narsa bor. Bitta narsani bilinglar. Sizlarning miyanglardagi 40 ta tulki bizning miyamizdagi bitta cho'loq quyonni yenga olmaydi. Qo'rqoq, mana andishani otini qo'rqoqqa chiqarish jidi ana bo'lib ketdi-da bizda mana. Haqiqatan iymonli, insofli ota-onam, bola-chaqam, oilam, kelajagim, karyeram deb o'ylab, o'zini bosib, hech kimga zarari tegmaydigan, bitta shapaloq ursa ham bo'ldi, aka, o'zingizni bosing, men sizni kechirdim deydigan bolalarni qo'rqoqqa chiqarib qo'yishadi-da. Aslida kuch eshakda ham bor. Kuch urushish aslida itlarga chiqarilgan-da. Biz mana erkak kishilar nimaga iloji boricha irodali, kuchli, mustahkam ana bo'ladi. Nimani evaziga? Ahli ayolini, ota-onasini, aka-ukasini himoya qilish uchun, aslida himoya qilish uchun, urushish uchun emas, himoya qilish uchun. Qalqonga udar kelsa to'sadi. O'zidan o'zi borib udarga urilmaydi. Haqiqiy erkak ham shunaqa urushmaydi. O'zidan nima desa bo'ladi? O'zidan kuchi yo'q, kuchi kam insonlarga o'zi zulm qilish u boshqa temada. Bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Stressni hammasi. Shuning uchun erkak kishi iloji boricha ish, oila, karyera, rivojlanish, ish, oila, karyera. Biz ko'rishimiz kerak-da. Mana hozir mana 100 ta qavat bo'lsa, bir 5-qavatdami, vallohu alam, 3-qavatdami yuribmiz-da. Bilasizlarmi? Har bitta etapda luxury hayot bor. Hech qaysi, misol uchun, yaxshi yashash, boylikka intilish, nasa bo'ladi, komfortda yashash gunoh deb yozilmagan. Yaxshi yashash gunoh emas. Yaxshi yashash uchun harakat qilish kerak. Chunki butun dunyodagi eng yaxshi narsalar musulmonlar uchun. Eng yaxshi mashinalar, eng yaxshi uylar, eng yaxshi kiyimlar, eng yaxshi gadjetlar, farqi yo'q. Eng zo'r lokatsiyalar dam olish uchun. Aslida musulmonlar uchun har bir narsa. Dunyo kezish kerak, dunyoni qanaqa yaralganligini ko'rish kerak. Qur'onda keltirilgan har bitta narsa. Biz iloji boricha yaxshi. Nima bo'lsa, mashinani yaxshisi, uyni yaxshisi, hayotni yaxshisi, bilimni yaxshisi, do'stlarni yaxshisi, kiyimni yaxshisi, gadjetlarni yaxshisi, telefon, soat, balobatda, kompyuter.
hamma narsani eng zo'rini ishlatish kerak. Chunki shunga loyiqmiz. Men o'zimni loyiq deb bilaman. Bir xilgi bolalar bor, bilsanglar, bizga emas-da bu. Bizga hali bor-da bunaqa narsani qilish uchun degan narsa bo'ladi. Meni eng katta xato shu. U erishishi u yoqda tursin, u o'zi shunga ravo ko'rmayapti-da. Inson oldin o'ziga o'zi ravo ko'rish kerak unadi. Men shunga anoman minishga haqliman shu narsani, yo olishga haqliman. Nimaga men bundan zo'riga arziyman degan mineni bo'lish kerak odam. Odam o'zini o'zi hurmat qilish kerak birinchi o'rinda. Keyin qolganlar hurmat qiladi. Mana birinchi uyimiz biz. Mana shu. Istoriyada aka. Xotirada-ku. Eshikdan kirganda xona bor, mana bu zalda. Mana shu zalda yorilgan mana shu qoshim. Paravoyi bor. Shu paravoyiga urganman yo'q. Ancha yil bo'lib ketdi. Biz ham shu 2003 bo'lsa 2006 yoki 2008 oralig'i, 2009 oralig'ida sotganmiz-da. Chunki esimda oyim adam arabada narsalar yuklarni tashigan edi, o'sha esimda. Ustiga chiqarib qo'yishgandi. Shu oyimlar bilan turardik. Endi bitta remont qilishga tushdi. Mana bitta kishi turardi, astmadan, sahrdan bo'lib o'tib qoldi. Bolalarni Baxtiyor aka. O'g'li bor, kichkina o'g'li, ismi nima edi? Bahrom. Ha, o'sha Bahromlar bilan o'ynab yurardim. Mana shu yerda turishadi. O'sha bolalar bilan yurardim. Suv o'sha paytda ham bo'lmagan. Sotib olardi dedi. Ulardi, ekranda chiqib turardi-yu. Mana bitta o'zi tushganda ham shakil. Bir kelganimizda ko'lab nimadir qilishyapti. Ko'lab qo'ydi, sentyabrga chiqadigan-da. Jimjit. Necha yoshgacha yashagansiz? 6 yoshmi, 7 yoshgacha. Keyin ko'chib ketganmiz. Bu yerda 24 mingga sotgan. Dadam 24 ming yo 25 mingga sotgan. Ha, shunaqa pul bo'lgan. Ketamiz endi. Aka charchamay. Mayli, xo'p, bo'ling. Yaxshilik ko'rishaylik. Endi siz tarixga umidingizda to'g'rimi? Yo'q, niyatim bor bitta. Qanaqa? Yo Range'da yo Gelikda kelish niyatim bor mana. Hozir Divalida keldingizmi? Ha. Bu aytarli natija emas-da. Men uchun aytarli natija emas. Gelikni qo'yib rasmga tushamiz. Yo Range Rover'da. Kechagi kunni unutgan inson o'lgan inson hisoblanadi. Tarix bo'lmasa kelajak bo'lmaydi. Kechagi kun bo'lmasa bugun bo'lmaydi. Zanjir bo'lmasa zanjirga ulanadigan joy bo'lmaydi. Hamma narsada negiz bor. Mana yo'lmi? Yo'lni boshlanishi bor. Uloq joyi bo'ladi. Xuddi shunaqa, reshotkami? Xuddi shunaqa. Mana avlod degan narsa bor. Osmondan tushib qolmagan-ku deydi-yu. To'g'ri gap shu. Osmondan tushib qolmaydi hech narsa. Hamma narsaga nimadir sabab bo'ladi. Ko'rsanglar, mana hech kim sharoit yo'q joy. Odam nima uchun harakat qiladi? Shu o'tib ketganidan, shu jonidan to'yganidan, shu masjidga kelganidan harakat qiladi. O'ylaylar, mana bunaqa sharoit yo'q joyda yashagandan ko'ra harakat qilib qiyinchiliklarga tayyor bo'lgan ancha yaxshi emasmi?